60 mingdan taroziga sotilgan buqamiz hozir taroziga chiqyapti. Tarozini ko'ramiz hozir. 60 ming so'mdan. Altı yüz kırk iki kilo. 640 kilo. 60 mingdan taroziga tushib ko'rasizlar. 24 million so'mga shu buqamiz sotilibdi, chiqib ketyapti. Shu buqamiz qorasi. Ikkinchida turgan 23 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti. Berishmayapti. Realni bo'lib turgan savdosi. Greenford buqalarimiz chiqqan, ishda savdosi bo'lyapti. Rossiyadan Altaysk krayidan kelgan buqacha deydi. Savdolarimiz shu atrofdan ikkitasiga savdosi bo'lyapti ekan. Hozir old taraflardan bitta ko'rsatib qo'yamiz buqalarni. 500 kilo. Mana shu ikkitasi savdo bo'lyapti ekan. Qaysi biriga savdo bo'lyapti? Qaysi biri bo'lyapti savdo? Nech pul? 42 million so'm savdo bo'lyapti shu ikkitasi. 42 million so'm bo'lib turgan savdolar. Realni bo'lyapti savdosi. Greenford buqalar. Şu boğazımız 22 milyon so'm bo'lyapti turgan savdosi. Necha oylik boğaz akaga bilmadingizmi? 6 oylik. Realni bo'lyapti savdosi. Mana mana shu yerda savdosi bo'lyapti 22 milyon so'm. Berishmayapti. Birinchi qoringa shved. 6 oylik boğaz. Savdolar 22 milyon 500. Mana birinchi qoringa tug'ish. Arianna bo'lyapti savdosi. Endi bola ekanmi aka sizdanmi? Ha? Yakka. Yakka so'y. Bu mol kimdan ega? Sizdanmi? Bolasi bormi yakka o'zimi? Bo'g'oz. Necha oylik? 4 oylik. 4 oylik bo'g'oz. Nech pul narx so'rayapsizlar? 45 million. Savdosi bo'lyaptimi? Realni savdosi bo'ldimi, bo'lmadimi? Nech pul? 36 qilishdi. 36. Nomer qo'yib qo'yamizmi, shartmasmi? Hayır. Telefon nomer qo'yamizmi yo sotilib ketadimi? 22 million so'm. Mana shu bo'lyapti turgan savdosi. 5 oy 6 oylik bo'g'oz deyishyapti. Mana realni bo'lib turgan savdosi 22 million so'mga berishmayapti. Mana shu bo'g'oz birinchi qoringa o'nashi. Eston sigirimiz. Bolasi nima ekan aka buni? O'nachi? Nechinchi qoringa bu? Ha? 8 kurak. 8 kurak. To'ttalo yilini ishlaydimi, ishlamadimi? Bittasi ishlamaydiganga o'xshaydi. 3 emchak ekan-a. Nech pul narx so'rayapsizlar aka bunga? 50 million so'm kami bor. 8 kurak. Firmani moli shekilli o'zi chiroyli. Yerga yaqin sigir ekan. Chiroyli sigir ekan. Hozir bu holatni. Aka telefon nomer qoldiramizmi yo shartmasmi? Qoldiramiz. Nechilik? Telefon nomerimiz aytasiz. Ha, soati o'zi. 93lik. 93lik 815 815 46 66 ga aloqa chiqishaveradi. Chiroyli sigir ekan lekin suzgalari orqa taraflardan ham ro'zg'or bobidan so'raganlarga ro'zg'or bobidan
O'ta baland emas, lekin o'ta chiroyli. Aka bolasi nima ekan buni? Bolasi 10 ekan. Hozir o'sha so'rab turamiz. Nechinchi qoring aka bu tuqqani? Buni harakasi bo'lib shekilli. Nech pulga olindi aka bu? 30 million so'mga olinibdi, sotilmas aka. Sog'ib ichgani 30 million so'm mana. Uydagi sigriniga taqqoslab beraverasizlar. Mol yoshircha kattaroq. Mana sigrimiz. Boshi 4-5 qoringa tuqqan, bola 10. Ikkita 10-imiz. Bo'g'oz 61 million so'm savdosi bo'lyapti, mana shu berilmayapti. Manisi gibrid ekan. 5 oy 6 oy atrofida bo'g'oz ekan. Bo'ylari 1.25, 25 ga 30, mana 30 sm chiqadi. Mana gibrid 10-imiz o'zi chiroyli. 61 million. Realni ikkitasi savdo bo'lyapti, berilmayapti. Keyingi bo'g'ozimiz. Aka bu nechinchi qoringa bo'g'oz bu? 3-qoringa bo'g'oz, ha? Necha oylik? Yo, kunliga qolganmi? Nech pul so'rayapsiz? Nech pul savdo ko'rdi? Realni bo'lgan bahosi 28,5 qilish. 28 million 500 ming so'm bahosi bo'lyapti. Telefon nomer qoldiramizmi, sotilib ketadimi? Telefon nomer qoldirishmadi, sotilib ketadi deyishyapti. Keyingi bo'g'ozimiz 8 oylik, qo'ng'ir. 4-3 qoringa bo'g'oz 34 million so'mga berilmayapti. Mana shu mol purishlar baho qilyapti. 34 million so'm. Mana shu bola savdo qilyapti, mana shu sigir. 8 kurak. 34 million so'm. Mana 34 million so'm bo'layotgan bahosi. Sigirimiz o'ta chiroyli. Ro'zg'or bor. Shu buqalarimiz savdosi o'ta qiziyapti. Mana shu yerda savdosi o'ta qattiq bo'lyapti. Amerika mashi bilan tenga. Mana shu buqalar savdosini bilamiz. O'ta qattiq ketyapti savdosi. Semental buqalarimiz. Savdosi bo'lyapti. 48 million, 24 million so'mdan savdosi realni bo'lyapti. Lekin berishmayapti. Hech pulga bo'ldi endi barakasi? 48 million 100 ga baraka bo'ldi, sotildi mana shu ikkita juk. 23 million 600 ming so'mga bo'lgan. Mana shu barakasi bo'ldi, sotildi. Mana shu qorona ovosimiz mana. Realni sotilgan. Mana shu akalarimiz olishdi. Hurmatli obunachilar, mana shu buqamiz 24 million so'mga barakasi bo'lgan. Videoni boshida ko'rsatib o'tganmiz. Ketyapti ro'l. 24 million so'm realni sotilgan bahosi. Qo'chamiz. Nech pul bo'lyapti aka realni bahosi? Qo'yib turgani. 23 million 600 mingga bermadingiz. 23 million 600 ming so'mga realni berilmayapti. Qossob akalarimiz so'rashyapti. O'zimizni местный porodadan mana chiroyli semirgan. So'ysa bo'laveradigan. Chiroyli novos ekan. 3-4 Sigir bozorida nechta suti bor aka buni? 10 tadan suti bor, ha? Nechinchi qoringa tuqqan bu gibrid? 3ta tuqqan. Boqonida bola-molasi yo'q. Qisir, toza. Telefon nomeringiz nechi? 93 086 72 22 aloqa chiqish so'radi. Nech pul so'rayapsiz? 45 million kami bor. Bu bolasidan ajraganmi? Bolasi uyda qolibdi, ajratishibdi. 45 million kam bor. Realni bo'lgan savdosi-chi? 38 million realni bo'ldi, bermadingiz. Buni bor shikap ekan-a? Shikapmi? Вообще 900 kilo ekan sigir canavar. Вообще dahshat ekan. Ismi bo'li Jamolxon aka bu. Greenfield buqamiz. Aka buni nech pul deyapsiz? Nech pul berishdi aka bozor? Bor 23 qilishdi. 23 million so'm realni. Qancha bo'lgan olganingizga? Yoshligida olganmisiz?
1 yil mi? 1 yil oldin olgan ekanlar. 23 million so'm. Realni bo'lgan savdosi bo'libdi, bermabdi akamiz. Omana ovoz so'yadigan qilib qo'yganlar, o'ta chiroyli boqib qo'yganlar. So'ysa bo'laveradi ovoz. 23 million so'm realni bo'yapgan savdosi. Bir joyda turgan mana, tuyoqlari ham o'sib ketgan. Ko'chaga chiqmagan, Greenford buqa. Qoroqli ovasimiz. Aka nechi pul so'rayapsiz bunga? 30. 30 so'rayapsiz. Realni bo'lgan savdosi-chi aka? Bu turibdi 24, 25. 24-25 ga savdosi bo'lyapti. Buqa bozoriga o'tib ketdik akalar. Sigir bozoridan Armani sigir yo'li 31 million 800 ming so'mga mana shu realni baraka bo'libdi. Qossob akalarimiz olishibdi, qirg'iz shved. Chiroyli semirgan. Yog'siz semirgan. Yog'i yo'q novoz. 31 million 800 ming so'm. Realni sotilgan mana. 23 million 600 hozirda qilgan videomiz 23 million. 23 million 600. 3ta 2ta sherigi bor ekan. 71 million bo'ldi 3tasi. 19 million 500 ming so'mga 3ta qo'yimiz sotilibdi, realni. Bo'g'oz. Bolasi yo'q, mana bu tarafdan ko'rsatamiz. 19 million 500 ming so'm, 3ta bayloq turgan. Mana shu qo'zichoqchamiz sog'liq ekan 27 bo'libdi. 2 million 700 ming so'm. Realni sotilgan mana shu akamiz opti. Kichkina rasa chiqsa Geovesga 22 kilo 23 kilo chiqadigan qo'zichoq. Sog'liq 27. O'najinchi. Aka bular qaysi biri buqayqisi biz o'naji? Bunisi buqachi, ha? Ikkitasi o'naji. Nechi puldan baho so'rayapsiz o'najilarga? Hop. 9 million. Kattasi 9 million. Buqachachi? Buqacha 8 million. Telefon nomer qoldiramizmi? Sotib berasiz-a? 9 million. Hozirgingiz bersin. Bo'zachilar aka qaysi biri nechta o'naji, nechta buqacha? Ha, bu bilan bu qizil buqacha. Bu nechi puldan so'rayapsiz bularga? Buni 10 million so'm. Bunisiz-chi, savdo bo'ldimi? 12 dan Ha, buni 12 million so'mga, buni 10 million so'mga savdosi bo'libdi, berishmabdi. Bular 3 tasi o'najin ekan. O'najinlar nechi puldan kam bu? Qancha? Shunaqa mana. 10 million so'm kami bor ekan bunisi. 11. Chiroyli o'najin ekan. 11. Telefon nomer qoldiramizmi yo shart emasmi? Ya, telefon nomer qo'yib bo'ldi. Sotib olishar ekan, bozoringizni bersin. O'zimizni mesni parodadan ko'rsatishni boshladik yana. Aka nechi pul so'rayapsiz? Realni bo'lgan bahosi nechi pul bo'ldi? 7,5 ga bermadingiz. 10-chi? 10-chi 7 million 500 ming so'm mana shu 10-chi sotilmabdi. O'zimizni mesni qoroli parodadan eski. Mana realni bo'yapkan savdoda ichki malaga aldo yo'q. Uydagi molinaga solishtirib olaverasizlar. Qo'ylari 1 metr chiqmaydigan 10-chi mana shu. 95 atrofida qo'ygan. Aka nechi pul bo'lyapti buni savdosi? Nechi pulga bermadingiz? baland 11.3 ga 11 million 300 ming so'mga akamiz realni bermabdilar. Sizga dehqonchilik ham tirikchilikmi? olganmiz. Ha, olgansiz. Telefon nomer qoldiramizmi yo sotib berasizmi? Mayli, qoldiramiz. Nechilik? 97lik. 97lik 595 595 1212. Ha, bo'ldi. Mana shu nomerga aloqa qilib qo'yasizlar. 11 million 300 ming so'mga realni bo'lgan savdosidan. Akamiz sotmabdilar. 14 million so'mga mana shu mesni paroda mana sotildi. 14 million so'm realni bo'lgan mana savdosi. Qo'chi. Mana savdogar akalarimiz opti foydalangani 14 million so'm.